Assalomu alaykum hurmatli aziz bizni kuzatuvchilarimiz, Denov Boysun Darband yo'liga qiziquvchilar. Mana hozir biz Boysundan Darband tomonga ketyapmiz. Mana shu Samarqandga, umuman Qashqadaryo, Toshkentga olib boradigan yo'l, o'sha taksistlar, umuman bu yerdan qatnaydigan tadbirkorlar yaxshi bilishadi. Mana tog'lar bag'rida Boysundan ta Darbandgacha bo'lgan masofada mana yo'llarni mana shunday holatga keltirishgan. Lekin hozir ta'mirlash ishlari qizg'in davom etyapti. Bu tomonda ham hali to'liq ta'mirlab bo'lgan yo'q. Mana ko'ryapsizlar, tasvirga olish ham ancha qiyin. Mana bu eski yo'l, mana hali bular qilingan yo'q. Hozir ochib qo'yibdi yo'l. Mana bu bizni chap tomonimizda ketadi, narigi tomondan u yoq qilinyapti. Mana bu yo'lni hozircha ochib qo'yibdi, demak odamlar mana shu yerdan qatnayapti. Hali Boysundan Darbandgacha ham ko'rsating, qanday holatda turibdi degan bizni muxlislarimizga, kuzatuvchilarimizga ko'rsatyapmiz. Mana Boysun bu tomonda yastanib yotibdi, mana Boysun shahri. Mana bu eski yo'l, mana taniganlar biladi, eslaganlar juda ko'pchilik eslaydi bu yo'llarni. Hali mana shunday holat